Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugun biz sizlar bilan internet tushunchasi bilan tanishib chiqamiz. Internet bu yagona standart asosida faoliyat ko'rsatuvchi jahon global kompyuter tarmog'idir. Uning nomi ikki xil talqin qilinadi, ya'ni International Network xalqaro tarmoq va Interconnect Networks tarmoqlar aro degan ma'noni anglatadi. U mahalliy lokal kompyuterlar tarmoqlarini birlashtiruvchi axborot tizimi bo'lib, o'zining alohida axborot maydoniga ega bo'lgan virtual to'plamdan tashkil topgan. Internet tarmog'i unga ulangan barcha kompyuterlarning o'zaro ma'lumotlar almashish imkoniyatini yaratib beribgina qolmay, uning yordamida biz, masalan, Washingtondagi Kongress kutubxonasini katalogini ko'rib chiqishimiz, New Yorkdagi Metropolitan muzeyiga qo'yilgan oxirgi suratlarni tomosha qilishimiz, xalqaro anjumanlarda ishtirok etishimiz, bank muomalalarini amalga oshirishimiz, hattoki boshqa mamlakatda istiqomat qiluvchi internet tarmog'i mijozi bilan shaxmat o'ynashimiz mumkin ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Yagona TVI Express mas'uliyat cheklangan jamiyati texnik direktori Bekzod Abdullayev bo'ldi.